Notltra PUBG akkaunt padar qilmaguncha har kuni 100 dirham abjimani qilib boraman. Bitta bola bor ekan Instagramda ultra akkaunt bermaguncha deb abjimani qilyapti ekan. Shu 100 kundan beri qilyapti ekan. Pashti bugun 99-kun. Da, shunga nima qilaylik, nimadir akkaunt beraylikmi deb turibman. Aka, nima deysiz? Mayli, beraveramiz. Akkauntda muammo yo'q. Yo'q, bip. Anaqami? Nega brigadga akkauntda zaxto brigadga hozirdan. Bu akkaunt donatorskiy-ku. ishlayapman aka. Hayolim surib bo'lmay Aka, qoldi. Instagramdagi bola 99 kundan beri akkaunt berish uchun ajmaniya qilyapti, ko'rdingizmi? 99 kundan beri. Сколько? Серьезно, 3 oydan beri qilyaptimi? Да ты шо, охуел, блядь, сука? Yaqinda ko'rdim, 27-mi, 28-kundami, shunaqa kunda ko'rgan edim men, adashmayotgan bo'lsam. Choy bo'lmadi. Hali mana 99 kun bo'lmadi, adashyaptilar-ku, brat. Yo'q, bo'ldi, shunaqa kun bo'lib qoldi. Серьезно? Da. To'xtanglar-chi, bir minut, men shu narsaga qiziqdim. Agar rostdan 100 kundan beri qilayotgan bo'lsa, birorta u qilaylik mani bolaga. Instagram. Ultrani sahiyligi tutib ketyapti, ko'z tegmasi. Ya endi choyda uka, tushunyapsanmi sen? U choy. Da u choy. Nechinchi kun? Qilib boraman. Bugun 98. Ye, ba 98. 3 oy. 3 oy bo'libdi. Qancha bo'lib ketgandi? Bugun 99 kun bo'larkan rostdan ham. Aka, birinchi videosini ko'raylik. Birinchi videosi bilan solishtiraylik. Da 99 kerak. 98 bilan 98 da prosta soni almashtirib birga bo'ldi, birinchi video bo'ladi. 6-kun bor ekan o'zi, lekin 6-kunni zakrib qilib qo'yibdi. Da, mana shuni ko'rdim men. Formasida o'zgarish bormi? Formasini hozir ko'ryapman. Formani ko'rsatish kerak edi-da, formasini ko'rsatmabdi-da bu bola boru. O'zgarish bo'lganda, lekin real respektida biratga bor ko'rsatgan edi. 100 tadan jimani onasini hepsi 100 tadan emas, 10 tadan qilib qo'ysa ham normalni o'zgarib ketardi, lekin. Aka, anoni ko'ryapsizmi? Ultra akkaunt bermaguncha part filyonchi kun. O'shami boshqa? Bor-ku, men 4 oydan bir zalga chiqyapman, menga hech kim hech narsa bermayapti-ku akalar. Yo, siz endi o'zingiz uchun-da. Bola nimadir qilamiz bu bolaga. Chat qilaylikmi, nima deysizlar? O'z silaytinglar, menga farqi yo'q. Model berishni Orada men o'zim bilaman, Model bering deyormaydi. Notltra Qo'ygan avtorskiy yemaylikda. Birinchi kuni mana bu bola bir prosta basharani o'zi ham o'zgargan hech bo'lmasa. Oxirgi kun qani? Mana 200 ming. Oho, 600 qancha ming. Men Instagramga video qo'ysam shunaqa prosmotr bo'lmaydi, akalar. Sizlar nima ish qilsalaring ham qonunga to'g'ri kelaveradi-ya. To'xtanglar bir avokaga telefon qilaylik, akkaunt savdo yaxshisi zo'r anaqa qilamiz. Ultraga bo'lgan hurmatim oshdi akalar, mana obunachisiga. Respekt chat, respekt yozamiz. Onlar Aka, siz ish qilib ko'ryapman. Rahmat. Ana bola to'xtasin bo'ldi. Bo'lmasa kacha bo'lib ketadi. Olimpiyskiy chempion ketib qoldi. Qanday erishgansiz bu darajaga desa? Assalomu alaykum. Zo'msiz, Alloh yaxshi bezovta qildim aka. Bitta bola bor ekan Instagramda ultra akkaunt bermaguncha deb ajmani qilyapti ekan. Shu 100 kundan beri qilyapti ekan. Pashti bugun 99-kun. 3 kundami, 4 kun bo'lgandami sizga tashladim videosini. Ha, yo'q, ko'rganmi deysiz? Abokan. Uni ko'rganman, uni sizga tashladimmi? Mana arjimanda qilyapti-kan. Ha, o'shanga 100 kun bo'libdi aka. Молодец, 100 kundan beri arjimanda qilyapti. Da, o'shanga nima qilaylik, nimadir akkaunt beraylikmi deb turibman. Aka, nima deysiz? Ishkalga aralashishni yoqtirmayman. Problemani o'zing hal qil. Mayli, beraveramiz. Akkauntda muammo yo'q. Bo'ldi. Kanaldan ko'rib tanlab, mana akkaunt yo'qdi, shuni beramiz, siz bu. Bo'ldi, birorta ana X suitimi nimadir full akkaunt bo'lsa ko'ray, bo'lmasa anaqa yozaman hozir. Kirgizaymi streamdamizda, hozir streamda bitta ko'ramiz. Podpischiklar bilan. Faraon 6 bor, $750. O'shani ko'rsatingcha juda bo'lmasa. Men sizga QR kod beray, akkauntga kirgizasizmi, bitta ko'rardik. Bo'ldi, bo'laveradi ham. Bo'ldi. Telegramdan yozavering. Hozir. Xo'p akalar, hozir akkaunt savdomizni ko'rsata olmaymiz ekranda. Reski strike beradi. Bitta akkaunt bor deyaptilar. Faron, qani kanal, rosa bu akkaunt ko'raylik bitta. Aqling yetsa $1000 akkaunt ol deydi yerlar bormi? Elit rahmat to'pi uchun. Hozir $300 senga to'lataman. Elit, ishonmaysanmi? Qiyomatli akam. Akajon, kecha uzr kechilar sal qo'yib qo'ydim. Qo'yinga qo'yib qo'yaman. Hozir qo'ying. Ya, anaqa kanalni ko'rsata olmayman, strike beradi bizga. Abo akkauntlar anaqa kanaldan ko'ryapman hozir. 100 kun ultra akkaunt bermaguncha uzr.
Bundoqda akalar, men ham ko'rdim. Boshqa narsa so'rab qiladiganlar ham bor. Anaqa 1100 si bersin, boshqa 100 si qilib bersin. Lekin haqiqatda bu bola anchalikka ham chiqib oldi orada. Keyin fizически mehnat qilyapti-da. Misol uchun men 100 kun press qilganimdan ancha qornim yo'qolib ketgan bo'lardi. Endi bitta akkaunt ko'raylik, beramiz deyapmiz, jigar. Bo'ldi, mana hozirda mana $200 budjet qo'shildi. Avagadir $100 qo'shyaptilar. Katta konkurs ham qilamiz. Durnoy kanal qancha bo'ldi? Durnoy kanalni 50 mingta qilaylik. Bitta katta konkurs ham qilib beramiz. O'zi shu kunlarda faqat narsa tarqatyapman. Onasini emsin. Hammaga narsa tarqatyapmiz. O'zi kontrakt o'qiysan-da, menga yana mehmon olib kelasan. mana akalar Ultra O'zbekiston uchun O'zbeksizlar, O'zbegim uchun kapellarni sig'ish o'rmayapti. Mana ertaga men video chiqaraman. Qayerga bo'ldi? Ibn Sino aytadi, qarang. 3 kishiga may ichishga ruxsat berildi. Dono olimga dedi. Daydi darvishga dedi va shohga dedi. 100 kun, vashi tez, qanaqa qilib 100 kun bo'lib ketdi yoki lekin oradagi kuniga ikkita video ham ketdimi? Shustri bo'lish kerak, bola. Shustri bo'lish kerak. Sizlar kuzatib yurganlar bordir oranglarda, illoki bormi biladiganlar. 100 kun podryad qo'ydimi yoki bir kunda ikkitadan ham ketib qoldimi shunaqa? Hozir topamiz. Hozir 7 yonga qoladigan bo'ldi. Uzr. La ты крыса. Da bo'pti. Bo'pti, 100 kun bo'pti menimcha. Yo-mayo, bip. Anaqaminmidi brigadkam akkauntda za что brigadga hozirdan. Brigadga shutla full onasini ensa. Akalar, mana shu akkauntni berib yuboramizmi rostdan, superkarlarni qaranglar. Bu akkaunt donatorskiy-ku. To'g'ri akkauntga kirgizdilar. Mana shu ertaga men qimmatga tushmasam bo'ldi. 62-yil kolleksiya, okey. 100 men ko'rsatay, 120 ta mifik bor, 2 ta ultimate bor, 43 ta kuchaytiriladigan roja, 5 ta X suite, 3 ta superkar. Superkarlar menimcha men bilan 1 minut akalar, X suitelarni nechi qaysi? Bor. Faron 6 ekan. Что-то точно adashib boshqa akkauntga kirgizmaganlar bo'ldi. Akkaunt shunaqa narxdami akalar? Серьезный, 43 ta оружие. Full, почти full. Yo'q, ekan o'zi 4 ta material kelmagan. Borishga. Bitta оружие yetadi. Bu ham to'ragan, bu ham bor ekan. Voy. Iflardan nimalar bor? Bari men ko'raylik. Normalniy aka, ko'pagan mifiklari. Tak, yana nimalari bor? Basketbol bo'lar ekan, o'zim mos olar ekanman. Sumkasi bor, jigarlar. Yana qaysi sumka bor? Qo'ldan. Faron sumkasi bor, yetadi ham, ortadi ham. Nima bor? Brigadga yangisi ekan, lekin nicho, ultimate oyoq kiyimi ham bor ekan. Voy. Inferno shlem. Okey. Akalar, menimcha akkaunt o'ta go'zal akkaunt. Shu akkauntni beraylikmi? Ham bor ekan. Nimasini ko'ramiz? Ancha $550 narmanli akalar bu akkaunt. Faroni 6 hisobga olmayapsizlar. Superkarlari bor 3 ta. 43 ta orужие bor. Mana kimlar zo'r qilib bering. Endi akkauntingizni bilmaymiz. Lekin bu yoqda men Abu akani kanalidan ko'ryapman akalar. Если что, sizlarga ham mana shunaqa ishonchli, muammo nimadir bo'lsa, mana hozir ham reski уже aloqaga chiqishi birpasdan nimadir bo'lsa ham problema bo'lib qolsa, misol uchun deylik, bo'lmaydi-ku ko'pincha. Bo'lib qolsa ham 24/7 adminlar yaxshi muomalada, xizmatda, reski aloqaga chiqib, to'g'rilab, tushuntirib, boshqa qilishadi, yaxshi ishlashadi. Shuning uchun men kontrakt qilganman ular bilan birgalikda hamkorlikda ishlayman. Bunaqa paytda maslahatlar ham berishadi. O'zingizlarning akkauntinglarni sotmoqchi bo'lsanglar deylik, mini kanallar, katta kanallar boshqasi ham bor. Ularda mayda akkauntlarga ham, katta akkauntlarga ham endi nomi shunaqa bilasizlar, mayda akkauntlar deganda sal narsasi kamroqlar, ko'proqlar bo'ladi-ku, misol uchun. Unda akalar, menimcha Faronni kiydirib qo'ymasam sizlar tushunmayapsizlar, his qilmayapsizlar sizlar. Mo'stirani paniga qilmalaring, nomni masallaga. To'qqisak, mana endi sizlar his qilasizlar-da, akalar. Uzum akalar, shu akkauntni beraylikmi? Nima deysizlar? Mana shunday holatcha.
Hobbilari ham bor. Oha, Armani. Bo'ladi menimcha. Ya'ni yarasha akkaunt, masalan, Instagramda kontent qilar ekan, bola kontentini qiladi, boshqasini qiladi, eng kerakli narsalar bor ekan. Bo'ladimi? Men bu akkauntdan chiqaman bo'lmasa, hozir ani bolaga yozamiz. Bo'ldi, mana shu akkaunt bo'ladi menimcha. Akalar, kerakmidi menga? Kerakmidi hozir menga? Gentra ber, 17 ber, akkaunt ber, hammasini beryapmiz, ish qilib tinchlik bo'lsin. Hozir ani bolaga yozamiz sizlar bilan birgalikda, jigarlarim, shoshilmay turinglar. To'xtanglar-da, men hammaga ko'rsatib yozaymi endi shuni ham, ha? Yana ertaga unaqa bo'lmagan, nima edi, gaplashib olgan, bir nima gap so'zlar bo'lmasligi uchun, ha? Qani u bola topib olaydi mana. Yozdim mana, esishdi, endi yozdim. Salom. Kedimi, aka deymi? Jami mendan kichkina baribir, uka, yaxshimisiz? 100 kun bo'lgani nima deb yozaymi? Munosabati bilan sizga akkaunt berishga obunachilarim ko'ndirdi. Sizlar ko'ndirdinglar bolalar, esishdi. Men o'zim miyamda yo'qdi, donat qildinglar, boshqa qildinglar, miyamga chiqdinglar, mana oxiri beryapman. O'zimga hozir bermasdim, to'g'risi gap. Rostdan. Sizlar mana shunaqa har bitta streamda so'roving, donat ham qilib shunaqa narsalar bo'lgani uchun beryapman. Bo'ldi mana, akkaunt hamma narsasini o'zi tayyor qilib menga tashlab yuborishdi. Menga Telegram'ingizni bersangiz, sizga akkauntni to'liq topshirib yuboramiz. To'xtayvermang aka, ishlayapman aka. Yozdim. Yana nima qilaylik? Chat, yana nima deb yozaylik bu bolaga? Endi bu bola qachon otvet qaytarar endi, eng qizig'i. Esishda o'zim Instagramdan yozdim, boshqa qildim, ko'rdinglar. Endi bu bola otvet qilsa o'zi video qo'ysa, men istoriyamga ham qilaman. Bitta anaqadan ham nima deydi? Qutuldik. O'yindagi tashvishdan ham. Yaxshi bo'ldi. Xursand bo'ladi. Xo'p, akalar, hammalarga rahmat. O'ynaganlar, kirganlar, qo'llab-quvvatlaganlar, like bosganlar, keyingi video, keyingi surada ko'rishguncha hammaga xayr.